Bugun shunaqangi mazali bo'lgan va kam masalliq ketadigan shirinlik pishiramiz. Bunga ketadigan masalliqlarni men yozib qoldiraman. Idishga unni solamiz. Un ustidan 200 g margarinni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Undan keyin esa uyda qolib ketgan, yeyilmagan qaymoqlarni ishlatamiz. 150 g, 100 g qaymoq solamiz. Qaymoq bo'lmasa, qatiq 1 piyola solamiz. Agar qaymoq solsangiz, yarim piyola qatiq ketadi. Keyin esa 3 dona tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Sarig'ini xamirga solamiz, oqini olib qo'yamiz shirinligimizni nachinkasiga ishlatish uchun. 2 qoshiq shakarni ham solamiz. Ularning ustidan 1 choy qoshiq razrexitini solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Solingan masalliqlarimizni yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin xamirimizni shu joyda 2 ga bo'lamiz. Chunki bittasiga kakao solamiz, bittasiga yana ozgina un solib, xamirni qattiqroq qilib qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni 10-15 minutga muzlatgichga tindirishga qo'yamiz. Ikkinchi xamirga ham 2 osh qoshiq kakao solib, yaxshilab qattiqroq qilib xamir qorib olamiz. 3 ta tuxumni oqini olib qo'yganimizni mikser bilan ko'pirtirishni boshlaymiz. Qattiqroq ko'pik holatiga kelgandan keyin tabga qarab shakar solinadi. Men 1 piyola choydan kamroq shakar soldim. Shakar erigandan keyin nachinkamiz tayyor bo'ladi. Shirinligimiz pishib chiqqandan keyin uni ustiga bezak berish uchun men yong'oqni qirg'ichdan maydalab oldim. Bu ham tabga qarab bezatiladi. Tindirgan xamirlarimizni shunaqa yong'oqday qilib olamiz va videoda ko'rsatilgandek xamirlar yoyiladi. Xamirlarni shunaqa yumaloq qilib yoyib olganimizdan keyin uning o'rtasiga nachinkani solamiz va pirojkiga o'xshab ikki chekkasini buklaymiz va undan keyin yana bir marta buklab olamiz. Pishib chiqqan shirinliklarimizni tabga qarab bezak beramiz. Men bularning ustidan moloko surtdim va kakao qo'shilgan shirinlikning ustidan yong'oq sepdim. Oqiga esa saxarning pudrasi sepdim. Shirinliklarimiz dasturxonga tortishga tayyor. Yoqimli ishtaha shirinlik yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang.